Assalomu alaykum, Faberlik mahsulotlarining oshiqlari. Qalaysizlar go'zallar, sog' salomat yuribsizlarmi? 2025-yilimizni chiroyli kuzatib, 2026-yilni yangi maqsadlar, yangi orzular bilan kutib oldilaringizmi? Shunday kutib olgan bo'lsalaringiz, menda ham xuddi shunday kuzatib, kutib olib, mana bugun 2026-yilning birinchi videosi orqali siz bilan ko'rishib turganimdan Xudoga behisob shukrlar qilaman. Kecha buyurtmalaringizni va novinka Faberlik mahsulotlarini dostavka qilib oldik. Hozir bitta ko'rsatamiz. Oldin buyurtmalari borlarini ko'rsataylik. Buyurtmalarimiz unaqa ham ko'p emas, lekin bor. Chiroyli buyurtmalarimiz bor. Hozir tayyorlayman bularni va asosan o'zimga ro'zg'orimga olganman. Demak, boshladik. Bahora kelinimizga nima deydilar? Yaxshi bir sivritka olib berasizmi dedilar. Men dedim, ana bor, retinolni novinkasi chiqqan 24.7 nocная омоложающая, ya'ni kechasi yoshartiruvchi zardobcha yuz uchun. Mana artikuli 121 elektron 30 ml. Xudo xolasa qo'llarga yetkazaman. Va mana Ramziyajonimga balzam растирка с пчелиным ядом 3 dona so'radi. Bu напряжение снимает напряжение и неприятное ощущение deyapti. Og'riqlarni qoldiradi, shamollashlarni ham oladi. Mana shunday go'zallik. Shunaqa. Xo'p, artikuli 12.80 75 ml. Xudo xolasa buni ham yetkazamiz. Va mendagi eng chiroyli buyurtma mana shunaqa. Bo'ston mahallasining kelinchaklaridan Nazokatxonning zakazlari. Qaranglar, qanaqa chiroyli miska. Buni mikrovolnovkada ovqatni isitsangiz ham bo'ladi, ovqatingizni solib chiroyli qilib xolodilnikka qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu 185 ming narxi. Xo'p, artikuli ichidagi qog'ozda yozyapti 910 239. Miska из термостойкого стекла с крышкой deyapti. Ustida yozyapti o'zbekchasida mana o'tga chidamli qopqoq bilan tovoq deyapti. 1,5 litrlik. Juda ham zo'r. Men o'zimga yoqdi. Men o'ylayman, buni yana qolganlarni ham buyurtma beraman dedilar. Agar egalariga yoqsa, xudo xolasa yana buyurtma olamiz qolgan kichkinaroq variantlarga, lekin baquvvat. Krishkasi ham baquvvat, o'zi ham baquvvat. Buni shishasiga qaranglar, вообще dahshat. Juda ham yoqdi. Sabrsizman. Yetkazaman. Xudo xolasa egalariga yuzlaridagi quvonchni ko'rgim kelyapti. Endi novinkalardan boshlaymanmi? Novinkalardan boshlaymiz. Buni ko'rsatgan edim, baribir novinkaga kiradi. Shular. Ba'zilari bitta ikkita katalog oldin chiqmagan bo'lishi mumkin, lekin men birinchi marta olayotganim uchun men uchun novinka, baribir novinkani qo'lga kiritgan bo'laman. Birinchi novinkamiz mana ro'zg'orimga oldim. Bu salfetka ikki tarafli posuda yuvadigan deyapti. Artikul 910 664. Salfetka двусторонняя для мытья посуды. Men Faberlikni salfetkalarini juda ham yaxshi ko'raman. Katalog narximiz buni 25 ming. Biz ko'ramiz. Uzun umrli bunlar. Shuning uchun yaxshi ko'raman. Birga ko'ramiz. Yumshoqgina. Mana shunaqa deyapti. Bu tarafi mana bunaqa ko'rinyaptimi? Ha, mana. Qattiq qotib qolgan nimalarni yuvish uchun bu tarafi yumshoqgina, bir ajoyib. Buni ishlatib ko'raman-da, aytaman. Men o'ylayman, baribir 100% aminman. Juda ham mukammal mahsulot. Ingichkaligiga qaramang, yaxshi ko'piradi. Chunki buni boshqacha xilini olgan edim o'tgan safar. Anchaga davom etdi. Magazindan gubka olasiz, keyin tez yomon bo'ladi. Shuning uchun yomon ko'raman shunaqani. Nima qilishni.
Qaranglar, mana bu ham shu yil chiqqan novinkalarimizdan 2026 emas albatta, 2025 novinkasi. Ko'p ham bo'lmadi. Endi chiqdi. Artikuli 2061. Детские влажные салфетки Baby Wet Wipesmi, Wipesmi, inglizchani o'qishni bilmaganim uchun shunday. 300 gram, ichida 100 dona. Hidsiz bo'lsa kerak, 0+. Gipoallergenna deyapti. Men buni hidi nejni bir ajoyib, rasmchalari ham chiroyli, bolajonlarni o'ziga tortadigan Humoyun Poshshonga oldim. Bari o'zimiz ham ishlatamiz qo'shilib. Keyin Humoyun Poshshonning buyurtmasi bor, lekin ko'rsatganim yo'q, chunki bugun 4 bo'lsa, 10 kundan keyin 14-yanvar, 14-yanvarga yigitlarni bayramga sovg'a berasiz deb turibdi. Shuning uchun shu buyurtmasini hozir yashirib qo'yaman. Bolalar uchun ikkisi birda shampun, gel, loviya bilan deyapti. Artikuli 103-41. Hidi juda ham ajoyib bo'lgan shampun gelchamiz. Mana bunaqa yaltiroq o'zini nimalari bor, zarchalari bor. 200 ml. Yangi yilga shu 2025-yilni novinkalaridan vinogradniy marmeladki olib qo'yamiz. O'shanda sovg'a qilamiz. Hali akalarga sovg'a olishim kerak. Yana ikkita o'g'lim bor sovg'a beradiganim. Keyin mana bu go'zalliklarni oldim. Qaranglar, qizlarjon qanaqa chiroyli murmurni kremlari, qo'l kremlari. Tak. Bu murmur normal o'sha vanilya hidi keladigan murmurimiz. Artikuli 38-68 50 ml da parfümированный krem для рук deyapti. Bunisi murmur noirniki. Artikuli 38-67, bu ham 50 ml parfümированный krem для рук. Bu 38-69 oq murmur chiqqan, hidi nejniy. Mana ikkoviga nisbatan buni hidi nejniy. Kim yaxshi ko'rsa buni dushsidan olishi mumkin. Bu ham 50 ml krem для рук parfümированный. Sovg'a uchun ham ajoyib ko'ryapsizlarmi? Bizlarning ayollarimiz bunday mushukchalar bo'lgan mana printlarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Kecha shunga qarab deyapmanki, qizaloqlarimizgami, opa-singillarimizgami mana shunaqa kremchalarni sovg'a qilsak bo'ladi. Dugonalarimizgami yoniga biror nimasini qo'yib, bularning gelida dushasi bor, mini tualetniy vodasi bor va katta tualetniy vodasi bor. Xo'p, keyin mana bunaqa krem vosk chiqqan. Juda ham quruq uchastka koja deyapti. Ya'ni masalan mana bu taraflarmi, deylik, oyog'imizning tizzalarimi, to'piqlarmi, mana shunaqa juda ham quruq kojalarga deyapti. Uchastka koja, qaranglar qanaqa chiroyli. Hidini ko'ramiz. Ochadigan joyi bormikan? Yaxshigina yo'qlagan ekan. Ochadigan joyini topaylik hozir. Ko'p ham hidi yo'q. Demak, ozgina olamizda surtib ko'ramiz. Men qo'lim hozir rosa quyuqqina ekan. Surganda. Yo'q, hidi yo'q. Hidi umuman yo'q. Yog'liqqina ekan, quruq. Terisi juda ham quruq bo'lib yuradigan shaxslarga, ya'ni ayollarga, erkaklarga juda ham yaxshi ekan mana. Bir pasda mana bu qo'limni terisi qurib yotibdi, mana ozgina oqargan, hozir pastida yuvib qo'ydim, mana bunisi chiroyli turibdi. Shunaqa, yaxshi ekan. Tavsiya qilaman, olsalaringiz bo'ladi. Buni artikuli 121-87 100 ml ekan. Uzoqqa davom etadi chunki yog'liqqina ekan. Quyuqqina ekan. Keyin Birayaldan mana bunaqa parfümированный namlantiruvchi krem butter для тела deyapti, imperatriца. Ko'ramizmi? Xo'p, artikuli 121-82 140 ml da. Buni dizayniga qarang, dizayni ham juda ham chiroyli dizayni bor. Yaltirayapti. Quyosh tushib yaltirayapti. Hidi neobычный hidi bor ekan. Kremlarni ishlatganim yo'q, lekin patchisini, Birayalni nimasini ishlatib ko'raman. Endi bu qo'limga bundan suramiz.
Ha, bu haqiqatdan namlantiruvchi, tez emiluvchi kremlardan ekan. Shunday surtganimdan teriga moslashib ketdi birdan. Demak, cho'nib chiqqaningizdan keyin ishlatsangiz ayni muddao ba'zi kremlarni surganingizda shunday yog'li bo'lib turaveradi, joningizga tegadi. Bu yaxshi ekan. Allaqachon terida siqmaysiz, lekin terini yumshoqligini his qilasiz. Hidi unaqa siz xohlaganday o'tkir emas, nejniy hidga ega ekan. Va o'tgan safar samorodinovый gel dushani ko'rsatganman, bu ham novinkalardan. Yana bitta oldimki, shunday hidi o'zimga yoqdi. So'rasalaringiz qo'limda ortiqchasi bilan bo'lsin deb 380 ml, artikuli 20007. Qora smorodinali deyapti, dush geli o'zbekchasiga. Zo'r chiroyli. Endi nimalar qoldi? O'zimga olgan mahsulotlarim qoldi. Sotilishga olingan mana bunaqa tovar va ayollar uchun tualetniy vodamiz bor. Artikuli 3064. Tak, 50 ml. Hidi shunaqa zo'r. Boyagi ko'pchilik so'raydi. Mayda duxini oti narkotik deydi-ku. O'shani женский varianti mana shu. Demak, o'zimga ночные гигиенические, buni o'zbekcha tarjimasiga men maza qilaman-da, shuning uchun o'zbekcha tarjimasini o'qiyman. Anion chipli tungi gigiyena to'shamalar deyapti. Shunaqasini oldim. O'rtasida anion va chipi bor. Vujudingizdagi shamollashlarni olib, siklni normalni kelishiga yordam beradi, og'riqlarni qoldiradi. Buni sinab ko'rib bilasizlar, keyin olishlaringizni tavsiya qilaman. Xo'p, ichida necha dona buni? 7 dona bo'lishi kerak ichida. Дышащий deyapti. Innovatsiya, дополнительные бортики по краям. Анионовый чип предотвращает появление нежелательного запаха deyapti. Оптимальная форма и инновационный абсорбирующий гель. Обеспечивает отличные впитывающие свойства. Может впитывать до 230 мл жидкости с полным поглощением deyapti. Mana shunaqa ichida 7 dona ko'p emas. Ikkita oldim. Hozir biz nimaga aksiya, posudaga aksiya o'ynalyapti. 115 ball qilishimiz kerak. O'sha 115 ballni 15 ballida sog'liq uchun kerakli bo'ladigan mahsulotlarni olishimiz kerak. Bularga ham 1 ball beradi. Shuning uchun ikkita buni zapasga olib qo'ydim. Keyin yana sog'liq uchun ballarimizga mana bunaqa Hippolyte dessert jele oldim. Artikuli 157-31. Bularni nimaga olyapman? Men Toshkentga yana xudo xohlasa bir oydan keyin o'qishga boraman. Shu o'qishga borish jarayonida o'sha yerda bir oy yashasam, havosi, suvi, yog'i yoqmaydi. Ilojim yo'q. Toshkentni yaxshi ko'raman, lekin mana shu narsalar meni bir oy qiynaydi. Bir oydan keyin organizm o'rganadi, lekin ungacha o'txaltamga azob beradi, chunki o'txaltam o'zi xronический shamollashi bor. Buni tarkibida melisa urug'lari, rastaropsha, kalendula va imbir bor. Buni ovqatdan keyin ikki nimadan mana bunaqa paketchasi bor. 2 paketchadan ichish kerak. Men bir oyni hisobladim. Bir oyda menga 3 paket kerak bo'lar ekan. Bittasini o'tgan safar videoda ko'rsatganman va ikkita paketini yana nima qildim? Tayyorladim. O'zimga o'zimni himoya qilishim kerak. O'sha yerda yaxshi o'qishim uchun sog'lig'imga ham e'tibor berishim kerak. Bularni artikulini aytmay o'tibmanmi? Aytmabman. Demak, o'zida katta yozadigan joyi bo'lardi-da bularni. 7 shtuk deyapti. Buni artikuli 112.95. Artikullarimni aytishdan sabab, har safar sizga buni aytib boraman va charchamayman. Sizga mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, men aytgan artikullar orqali eslab qolsalaringiz, buyurtma berishingiz yana ham osonroq bo'ladi. Chunki katalogni tarqataman yoki onlayn katalogni siz uchun chat gruppaga joylashtiraman. Ko'pchilik artikullarni tushunmaydi baribir. U qaraydi, lekin tushunmaydi. Shuning uchun men sizlarga buni aytib boryapman. Va
Nima qoldimi 50%lik. Mana bunaqa Smart Laundry parfüm для стирки в granulах deyapti. Mana bunaqa gullisini oldim. Bilmayman endi. Birga ochib ko'ramizmi? Birga ochib ko'raylik. Bolalarimni prostin patadianligini, boyagi banni xalatlarini bitta hozir men buni ochishga bitta qaychi olay. Polotensalarini yuvish uchun qani hidi qishki kiyimlarni olib qo'yganda deyapti, bir hafta turadi deyapti. Voy, buni taraflarga ketib qoldi-ku, har mayli. Uyda bularni prostin patadianligidan shu banni xalatlardan qanaqa hid kelar ekan, yoqimli deb. Hechasi zo'r ekan. Bundan bitta sarig'idan oldim. Agar hidi yoqsa dedim, boya fioletivisi bor, yashili bor. Binafsharang ya'ni. Binafsharang yashillari bor. O'shandan olaman dedim. Hidi o'tkirroq ekan. Mani bolalarim o'tkir hidi yaxshi ko'radi. Bundan любой kirmoshinaga solganingizda parashok bilan ham ketadi birga, gel bilan ham birga ketaveradi. Shuning uchun birgalikda solib ishlatib ko'ramiz. Buni deyapti, pustoy barabarni ichiga soling. Birinchi shart deyapti. Ikkinchisi belyolarni stiralniy mashinaga qo'ying, sredstvani qo'ying deyapti va uni to'g'ri keladigan programmaga to'g'irlang deyapti. O'sha nechiga masalan deylik, men qo'yaman 30 gradusga 1 soat 13 minutga qo'yaman. Shunga to'g'irlang deyapti va kiyimlaringizdagi приятный aromatdan bir necha haftalab mazza qilib o'zingizni xursand qiling deyapti. Ko'ramiz. Qaranglar, anchaga ketadi bu, anchaga ketadi. Bundan ozgina qo'ysa bolalarimni xursand qilaman-da, shunday posteliga yotganda shunday hid kelsa, yigitchalarim maza qilsa, mana bularga qo'shib maza qilaman. Endi shu noyabr oyida Toshkentdan shunday keldim. Bir smena ishladimda, uyga kelib ko'p yiqildim, bo'ldi. Shamolladik, shunaqa kuchli shamolladik bu yil. O'zi O'zbekiston bo'ylab menimcha shamollash juda ham kuchli ketgan edi. Samarqandda umuman ko'p edi. Birinchi etap o'tdi, ko'pchilik shamolladi. Hozir ikkinchi valna, ya'ni ikkinchi davrini suryapti deyishyapti. Ikkinchi davr menga ta'sir qilmadi, lekin birinchi davrida 1,5 oy deganda tiklandim. 2 marta davolandim. Keyin medstramiz aytdilarki, immunitetni ko'taradigan biron nima ichingsiz, immunitetingizni ko'tarmasangiz bo'lmaydi dedilar. O'tgan safar immunomodulyator bor edi, shuni shunday ichganimdan 2 kundan keyin men ko'rib, bugun yaxshisiz deyaptilar. Men dedimki, immunomodulyator ichyapman dedim. Ha, bilinyapti bo'lmasam dedilar. Hozir immunomodulyator sotishda yo'q, lekin tez orada chiqib qoladigan umiddaman. Men o'z sog'lig'im bilan bog'liq nimani unutibman? Men har yili immunomodulyator ichmasam ham, lekin albatta mana bunaqa Jivitsani men ichardim. Buni artikuli 158-62 masla kedrovaya kapsulirованная живица deyapti. Mana bu kedr yong'og'ini yog'idan tayyorlangan kapsulalar bular. Chiroyli yashil rangchada. Men bularni ichardim. Kuz boshlandimi, bularni olib ichardim bahorga qadar. Bahor tugagunga qadar. Keyin yozda uncha nima qilmas edim. Bu meni shamollashlardan qutqarib, yengil o'tkazardi. Bugun baqvat yopishibdim buni. Shu narsa esimdan chiqib qopti. Qanday esimdan chiqib qopti bilmayman. Bu safar o'qish boshqa deb hamma narsani unutibman. Mana qaranglar bunaqa. Bu dori emas, bu vitamin emas. Bular qo'shimcha faol modda, sog'lom yashashimizga yordam beradi. Gullarni chiroyli o'sish uchun o'g'it qo'yasiz-ku. O'zimizni ham sog'lom, chiroyli bo'lishimiz uchun qanaqadir yordamchi vosita bu. Qo'sh tirnoq ichida o'g'it desak bo'ladi. Mana bunaqa chiroyli. Ko'ryapsizlarmi? Kapsulachalar kedr yog'idan tayyorlangan. Buni ikkita ichardik adashmasam. Halol sertifikatga ega deyapti. Tarkibida xlorofil bor, Jivitsa kedrovaya bor, kapsula halol jelatin pishavoy, ya'ni ichida bor deyapti. Buni kattalarga 3-5 kapsula bir kunda deyapti. Ko'ramiz buni ichida qancha? Ichida 60 ta bo'lish kerak. 90 ta ekan.
Men 3 tadan ichsam bir kunda yetadi. 2 ta pachka zapas qildim. Mana ikkinchisi va baribir hozirgi zamonda ma'lumotlarni tez olinishi, hamma ishni tez bo'lishi, uyquni o'z rutinida bo'lmasligi, ovqatlanishni o'z vaqtida bo'lmasligi bizlarni asab tizimimizni baribir charchatib qo'yapti hozirgi davr. Shuning uchun asab tizimini tiklash uchun, uyquni normallashtirish uchun magnezium xelat mana oldim. Uyda bitta bor. Kasal bo'lib qolgan paytim bularni to'xtatdim. Endi sog'aydim, Xudoga shukr. Yana davom etamiz. Magniy xelatimizni artikuli 158.01 ichida 60 dona, kuniga 2 donadan ichsa bo'ladi. Men ertalab oqshom qilmayman-da, hammasini uyqudan bir soat oldin 2 ta ichib yotaman, bo'ldi. Endi mana boshlandi 50% skidkalarimiz. Bularni men o'tgan safar hamma buyurtmalarimda mana qilib buyurtma beraverib 24 ta roppa rosa 24 ta 50% skidkam bo'libdi. Chegirmaga ega ekanmiz. Shuning uchun buyurtmalaringizni kutib qolamiz. Bugungi mahsulotlar mana shulardan iborat. Mana chekimiz. Shunaqa qilib narsalarni o'z egalariga yetkazamiz, Xudo xolasa. Go'zallashamiz, sog'ayamiz. Uyimizga kerak olgan mahsulotlarimizni ishlatib yayraymiz, yashnaymiz, o'zimizni, o'z yaqinlarimizni xursand qilamiz. Demak, yana buyurtmalaringizni kutib qolamiz. Fabrik mahsulotlardan o'zingizga buyurtma qilishga tortinmang. Yoningizda mana men VIP konsultant. Sizlar bilan maslahat qilamiz. Sizlarga kerak bo'lgan mahsulotlarni aniq topamiz, yetkazamiz, dostavka qilamiz. Xursand qilamiz sizlarni. Shuning uchun takror ko'rishguncha hammalaringizni Allohga omonat etdim. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. O'zlaringizni ehtiyot qiling.